Hozirgi kunda poytaxtimizning markaziy qismi skver bo'ladigan bo'lsa, Sergeli bilan Yangi hayot huquq markazi Goldenlar Targov sentrimizda oldidagi 3-metro bekati bo'ladi. Shu metro oldidan 2 xonalik uyimiz chiqdi. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. 5 mavzesida 2 xonalik uyimiz chiqdi. 6-etajda plus narujniy balkonlari bor, pastda mashina qo'yish uchun parkovkalari bor. Narxini cho'zib o'tirmasdan aytaman, $51.500 hozir sizlarga shu uyimizni arzon qilib beraman. Bismillah, narx arzonlarni chiqarish davom etamiz. Kirib keyin katta prixoshka qismimizda o'tib o'tish bu tomonda ayollar sevimli xonasi, kuxnyamizda joylashgan, kuxnya mebellari bor. Bu tomonda derazamiz bor. Duxontli kotel qo'yilgan uyimizda issiqlik tizimi suvdan muammo bo'lmaydi. O'tganda sanuzelimizda joylashgan sanuzel smeshinniy holatda, bu yoqda vanna, bu yoqda hojatxona qismimizda. Uyimizning remontlari o'rtacha holatda, bu yoqda asosiy eshigimizda prixoshkadan o'ngga burilganda keyin katta 5 kuch zalimizni ko'rishlaringiz mumkin. Uyimizning egasi ketish uchun tayyor narsalarni yig'ib qo'ygan. Shundan notarsdan o'tkazib kelib, kalit olib kirib yashaydigan joyi. Bu tomonda Radtilskiy Ispaniyani yotoqxona qismimizni ko'rishlaringiz mumkin. Yotoqxona qismimizda narujniy balkonimiz bor. Balkondan tashqari chiqsang nimanga o'xshagan chiroyli atmosferani ko'rishlaringiz mumkin. Oldida maktab bog'chalari joylashgan. Hurmatli obunachilar, bunaqa lokatsiyadan metro oldidan bunaqa narxga uy topa olmaysizlar. Uyimizning narxi $51.500, ipoteka bo'ladi. Past nomerlar qo'ldan telefon qilib bog'lanishlaringiz mumkin. To'liq ma'lumot lokatsiya Telegram kanalida bo'ladi.